Assalamualaikum ikrarlı kez qarindoshlar, kechqurunlar xayrli olsun. Ben Adil Eryugur. Uyg'ur tadqiqot instituti nomidan hammanglarga qizg'in va samimiy salom yo'llayman. Har hafta institutimizning mudiri, Bundaqla Hacettepe Universiteti Adabiyot fakültesi, tarix bilim o'qituvchisi doçent doktor Erkin Ekrem muallim bilan o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartib nomli programmamizning yangi bölümünü huzurunuzga taqdim qilamiz. Erkin muallim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Keyingi 10 kun ichida Xitoyga tava urush aeroplanlari Tayvanninki havo tavaliki bekitish sohasiga tajovuz qilib, Tayvanni izli parakani qildi. Xabar qilinishicha, Xitoyga tava, ya'ni 93 tek havo urush aeroplanininki tajovuz qilganligi bildirildi. Xitoy Komünist Partisi, yani Xitoy Tashqi ishlar ministri bu vaqtda bayonot berib, Tayvanninki keyingi mezgillarda sodir qilgan qilmishlariniki haqiqatan chaknashib ketganligini, o'tlar o'ynayotganligini bildirdi. Xitoyning eng chong tashviqot vositalaridan biri bo'lgan Yer shari vaqt gazeti bo'lsa, balkim bu rayonda, ya'ni 3-Dünya urushininki portlash ehtimoli borligini bildirib, vaziyatninki, ya'ni Xitoyga nisbatan ham Tayvanga nisbatan vaziyatning intayin xatar ekanligini bildirib, Tayvanni ogohlantirgan bo'ldi. Tayvan mudofaa ministri bu vaqtda bayonot berib, Xitoyga tava urush aeroplanlarininki izchil Tayvanni parakani qilib kelayotganligini, hatto bir kun ichida 54 havo urush aeroplanininki Tayvanninki bu havo tavaliki bekitish sohasiga kirib, Tayvanni parakani qilganligini, bu 40 yil mobaynida Tayvan Xitoy munosabatininki eng keskinlashgan bir paytlarni boshdan kechirayotganligini bildirdi. 2025-yilga qadar yana Xitoyninki Tayvanni to'liq ishg'ol qilishdan iborat bir qobiliyatga Xitoyga ega bo'lish ehtimolining yuqori ekanligini bildirib, aloqador organlarni va davlatlarni ogohlantirgan bo'ldi. Bu jarayonda Amerika prezidenti Jon Bayden Xitoy davlat raisi Shi Jinping bilan kurashdi. Hatto Jon Baydenmi Tayvan ahdnomasiga rioya qilganligini, Xitoy tarafininki Tayvan masalasini tinchlik bilan hal qilishga va'da berganligini bildirdi. Aziz qarindoshlar, biz bugungi programmamizda Xitoyning nima uchun tuyuqsizlar Tayvanga bo'lgan bu besimini, bu harbiy besimni kuchaytirganligini, nimishqa keyingi 10 kun ichida 93 urush aeroplanininki Tayvan havo tavaliga evatilganligini, shunaqla Tayvanning bundan bu ahvolga qanday inkas qaytarganligini, Amerikaning qanday tadbirlarni qo'llaganligi ustida muhokama qilib boramiz. Erkin oldidan tuyuqsiz Xitoy nimishqa Tayvanga bo'lgan harbiy besimni kuchaytirdi. Aslida bir necha yildan beri buni qilyotdi. Ammo hozirgidek 50 necha aeroplanni evitib bir hayve ko'zitish hamda bu da biraz chekidan oshgan, yani psikologiya chegarasini oshgan bir tehditni yaratdi. Ve bu da hakikaten hem de mayli hücum aeroplanı bo'lsin, mayli bombardıman aeroplanı bo'lsin, mayli istihbarat radar bilan shug'ullangan aeroplan bo'lsin, mayli bu AQShga yordam qiladigan aeroplan bo'lsin. Bular hammasi bu Tayvan oralig'iningki shu g'arb va janub tarafdan hava sahasında, bu deniz sahasının yakın yerlerde uçup aynıp gitti. Ondan evvel mi belki kavramlar var, şu Xitoy özününki kiyimlerini mi, uruş kiyimlerini mi, eşeği mi evetken. Hatta şu uçak gemisini mi yakın yerlerde aylandırıp eketken. Yani Xitoy'nınki bu kılmışlığı bir neticesinde Tayvan'ı alımız degan bir uçurunu berishga tirishildi. Ama bu Tayvan'ınki şu aeroplanlarni ve hücum perxutlarni uralaydigan roketleri var. Bir kısmı uçup, bir kısmı maxfiy, belki bir kısmını bunundaki Amerika yardım kıldı. Yani Xitoyning havodan kelishiga qarshi chiqalaydigan kuchiga ega Tayvan. Ama Tayvan'daki aeroplanları biraz konrab qolgan.
Şununla Arıplan bile Arıplan havada uruşmen dese Tayvan'ınki işi biraz çatak çünkü aciz kilidi. Çünkü Arıplanları biraz konu. Şununla bu G'arbdan yoki Amerika'dan bu anda farq nima hujum Arıplanlarını ekilishga to'g'ri keldi. Şununla bu Tayvan'ın işçidimi nurgun bir bisimler oldu. Xitay yani Beijing hükümetini yaklaydıgan Tayvanlıklar biz şu Xitayni tiriltib qo'yg'achqa Xitaylar mushuna qilyotidi deb hozirgi hokimiyatni tanqid qilyapti. Hozirgi hokimiyatdagi partiya bo'lsa yoki hukumat bo'lsa Xitoy qandaqdir ya'ni Xitoyga taba bo'lmagan bir rayonni bir davlatga qarshi qandaq tajovuz qildi, qandaq tahdid qildi, bu qandaq degan gap deb bu gaplarni deyapti. Ya'ni Tayvan demokratiyalik bir davlat bo'lg'achqa ichida xil ovozlar bor. Bu ovozlar Xitoyninki arzu qilgan ovozlar aslında. Yani Tayvan'ın içinde bir psikologiyalik bir çöküşni yaratish, qalamqonchilikni yaratish. Onun için asan alalaydı Tayvan. Tayvan to'rt taraf dengiz bo'lgan bilan sharq tarafı, şimal tarafı bu taraflar biraz taşlık. Yani bir kiyimi, her bir kiymisi bir yerga kelib onun için aralığı çıkış ve kıyım buldu. Bu G'arb taraftan yani Cenab G'arb taraftan biraz nimeler var, portlar var. U yerga hamda hujum qilib borsa, u yerdami aralığa kirish biraz qiyin. Shunga Xitoyning u yerga Tayvanni qo'lga tushirman desa, shu havo kuchi bilan kirishga to'g'ri keldi. Ve bo'libmi Tayvan'daki şu roket sistemini, yani radarga bağlangan roket sistemini bozuştur. Eğer bombardıman bile aşını kılalasa, bunun için əbəy degan roketler Xitoyni Arıplarni vuramaydigan halga keldi. Bunda bir paytda eğer de Amerika'daki yoki Asiyadagi Amerika'nın şerik devletleri birlikte hareket qilmagan taqdirda Tayvanni bombardıman qilib turib ağır bo'ldi. Bombardıman degan vaqtida nurg'un odam o'ldi degan gap. Xitoyninki budaqi bergan uchuri bekla payli yamanandi. Bütün şu Amerika ve bazı G'arb devletlerini ve bo'libmi rayon devletlerini biraz cho'chitdi. Hozirdan boshlablar 3. Dünya urushi mushunaq başlap gidermi deydigan makalalar yazılışa başladı şu petim Tayvan'da hayırlı göz düşümüne birlikte. Bununla hazır şu bir xavf cidden bir ciddileşiş var hazır. Bunu qanday hal qilamiz degan meselede sözleşiyordu da Tayvan, Amerika, Avustralya, Japonya degandek. Bu rayondaki devletler, Avustralya, Japonya degan devletler Xitoyninki bunda hayva ko'rsatish ve tehdit silishni qilmasa deyapti. Xitoy deydi, men nimishga qilmayman, u mening rayonim tuzda deydi. Tayvan deydi, bu qachon sening rayoning bo'lgandi deb so'rayapti. Shuningga bu siyosiy jihatdan, diplomasiy jihatdan bir urush jidal boshlanib ketdi hozir. Hozirgi ahvol mushu hamda. Malum bu yakında AKUS degan ehtinam, kelishimnoma imzolandı. Bunun başka bir 5 devlet Şarkı Janubi Deniz, Xitay denizida ve harbiy manevra o'tkazdi. Bularning hammasi Xitoyga tehdit shakllantirgan bo'lsa, Xitoy buni tehditni, xavfni cho'nqur his qilib, Tayvanga bo'lgan harbiyasini kuchaytirdi desak bo'ladimi? Onun kimi bir sebebi var ama bundan 15-16 yıl evvel Xitoy bir kanun çıkargan, bölgünçüge karşı kanundu. Bu yerda hamda Tayvan eğer de müstakilligini ilan qilsa, jangning sebebi bo'ladi degan. Shuningga bu Tayvan yaqinqi zamonda biraz Yevropa bilan, Amerika bilan bo'lgan munosabatlar biraz ko'paydi.
hem de bazı Avrupa devletleri Amerika'da Tayvan'daki temsilcilik organını, Amerika'da Avrupa'daki temsilcilik organlarını isimlerini özgertip bunu resmi bir diplomatiyelik seviyesiyle veya o ölçemge mas keltirip isimlerini özgertir. Onun için Avrupa'daki bazı siyasiyonlar Tayvan'ı ziyaret kılışı, Amerika'nınki bazı hükümetin adamları siyasiyonlar Tayvan'ı ziyaret kılışı diyende. Bu Xitay'ını biraz rahatsız kıldı. Bu Xitay'ınki Tayvan üstündeki bu ilip bağlan bu isim siyaseti değil, harbiy cihətdən isim siyaseti Amerika ve şu rayondaki devletlerin ama endişe silvadı. Bu endişeden töpeyli təbəqə digən Avqust deyimiz, onun denkin töt devletinin ki tötlük devlet ittifakı deyimiz, onun denkin beş köz ittifakı deyimiz. Bunlar hemisi şu rayonunki xavfsizliğe karşı kurulvatkan ve kurulgan ve kurmakçı olan yani teşkilatlar vardır. Hemisi şu Xitay'ınki Tayvan'a ve aşı rayonga sağlam tehditke karşı kurulvatıdır. Ertesi gün belki şu kurulganların hemisi bir tutaş, bir teşkilatının işçiye bağlanış mümkün. Mesela NATO'daki bir teşkilatının Asya'da kuruluşu. Bunlar hemisi şu Xitay'a karşı kılgan neyse, Xitay'ın tehditine karşı ilimgan tedbirler. Yani aslında Xitay'ın tehdidi Garblıklarınki, Tayvanlıklarınki karşı çıkışı, o karşı çıkış Xitay'ın tekimi tiyiriktirip, Xitay'ın tekimi bizim işiltişka, harbiy cihətdən bizim işiltişka sebep oladı da. Şununla bu bir-birisiyle zincirsimal bir ahval bu. Yani bunda oluverse Amerika, Garp, Xitay'ın arasındaki bu jiriklik münasebetler devam kıldı. Devam kılgandan keyin bu rayondaki devletler kıyın ahvalıga tushib qoldi. Çünkü bular iqtisod jihatdan Xitoydan foydalanyapti, xavfsizlik jihatdan Amerika bilan hamkorlik qilyapti. Amerika Xitoy agarda munosabatlar jiriklashib qolsa, rayondagi devletler kimning yinida turman degan tanlashga majbur qiladi. Ama rayondaki devletler bunu xalamaydi, tanlashni xalamaydi. Her ikisinden fayda ilişki tırışıyordu. Hem de Xitay Amerika'nın arasındaki bu cidel eğer de ciddi bir seviyeye geçip kalsa o vaxtada rayon devletlerine hem de ücretini tipip nerede turduğunu, ornunu tipip turuşta mecbur kalırdı. Hem Tayvan'daki devlet bu asan özündeki pozisyası o çok Xitay'a karşı çıkımızdaydı. Şununla Xitay'ınki yükselişi yalnızla siyasi, iktisadi, teknoloji ve kıymet karaş degandek ekoloji, muhit degandek bu cihetten Garp bilan yetişmeyevatı. Hazır Tayvan'ın ilvalımız deb tirishqashqa Garp bilan rayon karakterli mesele bilan Garp bilan bir jidal paydo bo'ldi. Demek ki Xitay'ınki yükselişi bile hazırki rayondaki olsun, dünyadaki olsun siyasi, iktisadi xavfsizlik tamponluklarını buzvetti desek oldu. Alın Tayvan Müdafiə Ministri Xitay'ınki 2025 yılgacha to'liq bir şekilde Tayvan'ı işgal qiladigan bir seviyeye keladi yoki mushtaqil ihtimoli bek yuqori dedi. Bu gapning bir sizce bir qanchalik asosi bor? Aslında Xitay'ın burundan tartib, keyingi 10 yıldan tartib 2022'de Tayvan'ı almoqchi degan shunday gap so'zlar bor. Çünkü 2022 yani kelar yilning 10 ayda Xitay'ınki 20 partiya qurultoyi bo'ladi. Xi Jinping 2 qatimliq boshliq bo'ldi. Ondan keyin 3-chi qatim bo'la olamdi, bo'lamaydi. Bo'lishi uchun
nurgun bir işlerini kılıp itiş lazım. Ama bu işin içinde Tayvan meselesi muhimdi. Tayvan'ı hal kılalıysa o Mao'dan itibaren hal kılamagan yani nurgun şu Xitay liderleri hal kılamagan şimdi o hal kılgan buludu. Misalga Hong Kong'u bilsin bile hal kılıp ettiğini. Şark Türkistan'da hani zulümlerini ilip girip, ırkı kırgıncılık siyasetini ilip girip onu mu hal kılıştı kırıştı. Yani nurgun netice kösettim deydi. 2017'de Xitay'ın iktisadi terakkiyatınınki bir muhim bir noktasıdır. 2017'de Xitay bunu şu krizni yengip aldı deyli ya da ötküzmetti deyli. 2017'den keyin Xitay o'ziga bo'lgan ishonchi bekla kuchlandi. İqtisodda, tijoratda o'zini o'ngishib oldi. Bundan keyin 2017'de Xi Jinping Davos yig'inida xuddi dunyoninki umumiy lideridek dunyoga o'zining ovozini berdi. Ya'ni biz dünyani boshqaramiz degan uchurni berdi. Ya'ni 2017'de Xi Jinping o'zininki 3 bosqich qudratli davlat bo'lish strategiyasini e'lon qildi. Şuna o'xshash bu 2017'den keyin Xitoyninki hokimiyatining o'ziga bo'lgan ishonchi bekla kuchlandi va borgan siri kiberlashishga boshladi. Yana 2017'de hemimiz bilgende o böyle urushchisi degan diplomasiyasini başlatgan bo'ldi va Xitoy diplomatlar hammasi bo'ri bo'lib oldi. Yani dünya tehdit sahibi başladı, hammadan o'rkaydigan bo'ldi, nim deysa deydigan bo'ldi. Xi Jinping Xitoyga qarshi chiqadigan kim bo'lsa bo'lsin, yani 1 milyar 400 milyondan tashkil topgan vücuttan teşkil kılgan şu tamga özünü ürülüp bişini kontrolü deydi. Yani hemenin bişini izmen deyildi. Yani bu xil kibirleşişme Tayvan'ı çakan alaylı degan bir heyvesini teşvik kılgan bo'ldi. Hem de 2025 o Tayvan Müdafiye Ministri Wu'nunki gibi hem de bazıları deydi, şu 2035'ten evvel Tayvan'ı almakçı deydi. Bu cette xil nimeler var idi. Garazlar var. Ama Xitay hazır Tayvan'a şu keyinki bir neçe yil ichida Tayvan'a to'la kiyim evitib ve Tayvan'daki yeniga Araplar ushquzib qilishning sebebi bir neçe sınavını kılıvadı. Birisi Tayvan'daki harbiylar qanday inkaz qiladi. Ularning radar sistemleri qanday ishlaydi. Ularninki kompüter sistemleri qanday ishlaydi. Ve qayerdan bizga uralaydi. Ve onunki harbiy kuchininki qobiliyati qanchalik bo'lganligini o'lchalaydi. İkinciden şu Amerika ve bazı devletler bununla qanday inkaz ko'rsatadi. Eğer de Amerika çınarak inkaz gösterse o zaman biraz başka taktiklerini terakki kıldırışta olurdu. Bu 2015-2016'da şu Xitay Tayvan arallarının etraflarına füze roket itip siyasi bisim yani harbiy uslub bilan siyasi bisim işletishga başladı. O başlayışıyla Amerika o vaqtida prezident Clinton'di. Hemen şu Tayvan boğazıga 2 uçak kemi edi. O bir nime endi. Harbiy qo'shin bir kimin efendi degan bilan o bir qo'shin. Yani 15 mingdan 18 ming askeri bo'lgan bir qo'shin degan. Xitoy aşağıdan qarabla bu bo'lmaydi ki, Tayvan'ı aldırıp alsak bo'lmaydi ki, bu Amerika aralashishga bu ishga. Amerika'nın 79'da çıkargan, kongreden çıkargan bir kanun var. Tayvan bilen münasebet kanunu. O kanunun
işlemaganligini bilib olgan bo'ldi. Hozir bu Tayvan bilan munosabat qonuni bilan birlikda yana nurg'un qonunlar bor. Bu qonunlar, ya'ni Amerikada chiqargan bu qonunlar mushu biz tehdit qilgan chaqda qandaq bir ishga yaraydi, qandaq bir inkas ko'rsatdi, ashunimi o'lchashga tirishyapti. Ya'ni biz olsa Xitoy o'zininki harbiylarini mushu harbiy manevra deb qo'yaylik, mushu manevra bilan o'zini yetishtiryapti, tarbiyalayapti. Hatta kunduzdan boshqa kechalarda uçuşga başladı. Tayvan'da. Şununla o'zininki harbiy kuchini sınash ve ularni tarbiyalash mumkin niyati bor. Tabii bu Amerika ve bazı sherik devletlerini sınaq qilgan chaqda rayon devletlerini bo'libmi shu Janubiy Osiyo, Janubiy Sharq Osiyo devletler qandaq inkas ko'rsatdi, Japoniya qandaq inkas ko'rsatdi, Avstraliya va Hindiston qandaq inkas ko'rsatdi. Chunki bular neyimiz bir xavfsizlik jihatda bir qo'shin shakllantiryapti. Bu qo'shin qandaq inkas berdi. Uni sınavdi. Hozir misolga Germaniyaningki bo'lsin, Fransiyaning bo'lsin, Angliyaning bo'lsin, ularning harbiy tartiblar Asya Tinch okeanimizda. Mana hozir shu Xitoy Tayvanga tehdit qilayotgan vaqtida 6 devletning 17 harbiy parxodlar shu rayonda harbiy manevrani ilib beryapti. Shunga o ilib berayotgan jarayonda ular qanday inkas ko'rsatdi deydigan shu sinoqlarni bordi. Shunga bir yaqinqi bir 2 yilning ichida Tayvan'a bir hücum qilish biraz qiyin ko'rinyapti. Bu yerda eng muhim rol o'ynaydigan devlet bo'lsa Amerika. Amerika agarda irodali bo'lgan bo'lsa, Tayvan bilan bo'lgan munosabatlarda, ya'ni qonun bilan bog'langan munosabatlarni ijro qilaman. Bu jihatda men qarorli va shundaqla shu sherik devletlar bilan birlikda Tayvanni qo'g'daymiz degan düşünce ve kararı güçlük olsa Xitoy Tayvan'ı asan alamaydı. Eğer de Amerika boşab kalsa o vaqtda Tayvan'ı hem de Xitoy yutishninki ihtimali var. Misalga Hong Kong bir misal. Hong Kong'ni shu g'arbliklar qo'g'dayolmadi. Xitoy bunchalik qilamaydi ya da qilmaydi deb faraz qildi. Ammo qildi. Hong Kong ketdi. Eğer Tayvan'ı kesse, bundan keyin Xitoy ham de shu Asya Tinch okeanimizda Xitoyni to'xtatadigan bir kuch qolmaydi. Chunki dengiz sahasi yomon keng ichib ketdi. Amerika ve bu yerdagi sherik devletleri, ittifaqdosh devletleri bilan birlikda o'rinlagan bu orollar zinciri deydigan bir muasirga olgan bir strateji planı var. O mu ishga yaramaydigan bo'ldi. Shuningga Tayvanni taqquz qo'ygan vaqtida Xitoy texmi kam bir dengiz orolga dengiz sohaga kirgandek hamda Janubiy Sharq Osiyo devletlarini hammasini tehdit ostiga ola oladi. Hamda shu Janubiy Xitoy dengizi degan rayonlar bor. Bu yerda Spratly ve Parasat deydigan orollardan tashkil topgan rayonlar bor. Vyetnamga qarshi Brunei, Malayziya, Indoneziya, Filipin, Tayvan hammasini tehdit qila oladigan bir kuchga ega bo'ladi. O yo'llarni hammani to'sib oladi. Shuningga bu g'arb bilan sharqning Osiyo orasidagi tijoriy yo'llarni kontrol qila oladi, harbiy kuchni kontrol qila oladi. Shuningga buningki kelgusi yolg'izlar Tayvandek bir demokratiya bir tuzumni icra qilayotgan bir devlet yo'qolib ketdi emas, yo'g'on va kuchli bir Xitoyni yaratgan bo'ldi. Agarda
Tayvan'dan mı kolu düşürüp, onun için rayonda mı güçlünüp, Amerika'ma karşı bizim kılamıgan takdirde Şarkı Türkistan'daki zulüm tekime aşırı bir şekilde devam kılış mümkün. Bu içki Moğolistan'da, Tibet'lerde mi ayağın buluş mümkün bu siyasetin netice. Şununla bu Tayvan meselesi nurgun bu şu Xitay'ınki içki meselesi, taşkı meselesini meseleye münasebeti bo'lgandek bütün dünyanınki, çoğun devletlerinki menfaati bilen çetişlik bir mesele. Şununla aldığımızdaki yıllarda Xitay belki aldırap bulmaydı ama tuyuksuz bir fırsat çıkıp kalsa Xitay o fırsatını kaçırmay hemen ilişki tırışıdır. Yani ip boğandın kin Amerika veya başka devletler bizim deyiş ve kıyım oldu. Mesela Rusya, Ukrayna'nınki Kırım'ın ağındaki. Ukrayna'nın şark tarafta iki devlet kurdurğundaki. Öz vaxtda da Georgia, yani Türkçe degende Gürcistan. Bu yergime kırıp iki milletini azatlıklı devlet kurdurduğu çıkıttı. Ama çıkıttı degen bile eşede yani kontrol edilir. Müşündak işlere devlet, halkara iki güçler karşı çıkamayamadı. Şununla Xitay eğer de tuyuksuz bir fırsattan paylanıp Tayvan'ı koluğa ağam olsa başka devletler Xitay bile hem de can kılışındaki bir manasını tutamaydı. Şunun o fırsat var mı yok mu tuyuksuz fırsat? Hem de aldığımızdaki aylarda, yıllarda görüyoruz. Oğlum bu Tayvan'daki vaziyetli bir mezgillerde bu Amerika Prezidenti Joe Biden Xitay devleti Xi Jinping telefonda görüşüp küreşti. Küreşken için Joe Biden bayanatı da biz mümkün kadar Tayvan etnamızga asaslı yaklaştırışımız, şundakla bir Xitay siyasetini kollayımız. Xitay tarafı Tayvan meselesinde tinch yolda hal qilishga va'dalar degan gaplarni qilgan bo'ldi. Bu Tayvan'dan hazırlıkta ciddi vaziyetini okusun bu bayonot yumuşak gap kaldı mı kandak? To'g'ri, bu yerda bir qancha ma'no bor. Xitoy shu keyingi bir necha yildan beri Tayvan meselesini tinchlik yo'li bilan hal qilamiz degan gapni demaydigan bo'ldi. Hamda qurultoylardami bu gapni demaydigan bo'ldi. Demaslikning sababi buningdagi tinchlik yo'li bilan Tayvanni ozod qilmaymiz degan. Qurollik bilan qilamiz degan ma'no chiqarildi. Amerika deydi, biz bir Xitoyni tanıymiz deydi. Bu bir Xitoyni tanıyman degan gap Tayvan Xitoyninki zeminidir degan ma'noga kelmaydi. Hamda bu Xitoyning jakalayotgan shu Amerika bilan o'rtaq deklarasyon deyli. O Xitoy uchun xuddi bir qonundek işitidir. Amerika bilan Tayvan hakkında Amerika bilan shundaq beyannoma bor deydi. Buni Amerika ijro qilsin deydi. Amerika uchun u yolg'izlar ikki lider bir yerga kelib o'zaro ba'zi meselelarda kelishganligini bayon qilish uchun e'lon qilingan bayonnoma. Bununla her iki taraf birbirisiga qarta o'tirliqda yozilgan yoki e'lon qilingan bayonnomalarni farklı tushunadi. Bu farklı tushunish mesele yaratadi. Shuningga Bidenning degan Tayvan bilan bo'lgan ba'zi kelishimlarni, ahdnomalarni biz ijro qilamiz degan vaqtida adaman degan 4. ayda Amerika Kongresinden çıkarılan bir kanun var. O adaman dedim, o kanunda Tayvan xavfsizlik bir xatarlik ahvolga uçurgan takdirde Amerika yardım qildi deydi. Hem de Amerika qanday yardım qildi? Qurollik bilanmi? Harbiy avtishmi?
kural setishmi yoki xalqarodan bir kuchlarni tashkil qilib Xitoyga besim ishlatishmi? Bilmayman. Hozirgacha shu Tayvanga kural setib, ya'ni Xitoyga taqobil tura oladigan darajadagi bir kural setish bor. Hamda mutabiya eg'irlikdagi kurallar. Yani hücum kurallar pek az. Ben degan nimadek Xitoyni tanıymiz, bir Xitoyni tanıymiz degan gap, Tayvan Xitoyning yeri emas degan ma'noni Xitoy anda tushunmaydi, ama Amerika bunda tushundirman degan. Shuningga bu Tayvan meselesini sözleşip hal qilinglar deganni shu 1971'den beri deb kelgan endi. Ama hozirgacha ko'ryapmiz, undaq suhbatlarla hal oladigan bir ish emas bu. Demek ki Amerika bunu meseleni uzunga so'zib Xitoyninki hozirgi besimni azaltishga tirishayotdi deb ko'rsak bo'ladi. Agarda Amerika taraf Xitoyga chingaroq bir tehdit sağıdak bunda bir sözlerini işletken takdirde iki devletinin münasebeti jirikleşik başladı. Ve belki iki devletinin arasındaki münasebet yıkıma yaman bulup belki bir canınki noktasına kilitlenişme mümkün. Şunlara bu xil ahval hazırki Amerika hükümetininki Xitoy siyasetdagi mas kelmaydi. Can qilish. Çünkü burungi programlarda ciddi tutib, Amerikanınki Xitoyni bir strategiya raqib deb tanıydı. Amerikanınki rayon ve bütün yaşar boyunca menfaatlarga xavf beradigan bir devlet deb ko'rdi ve uzun müddet ziyan beradigan devlet deb ko'rdi. Ama onu yumuştup hem de stratejik bir raqib deb ko'rdi. Misalga Avrupa Birliği Xitoyni sistemlik deb ko'rdi. Yani g'arbliklar hammasi hem de Xitoyni bir raqib deb ko'ryapti. Hem de bu raqib degan gapning ma'nosini hem de bazı zeminde, bazı fursatlarda yoki taraqqiyotda farqli tushuntirib bo'ldi. Qilishvozlikmi bir raqib, bir-birini o'ldirdi. Bundan keyin g'arbda bo'libmi Rusiyada kam ko'lamda bo'lgan bir voqea var. Yani ikkisi duello qiladi. Yani o'zininki inovatini, namini qo'g'dab qilish uchun her ikisi tapanca ilib bir-birini urdi bu. O mu raqib? Musobaqa jugagan vaqtidami, o mu bir raqib? Shunga bu yerdagi raqib hamda vaqti soati qaragan chog'da o'zgarish mumkin hamda. Shunga bu Xitoy bilan ilib borgan bu Amerikaning ilib borgan siyosatida birinchisi shu Xitoyni xalqaro tüzümge ve sistemge ekiriş. İkincisi Amerika özünü güçlendiriş. Özünün içki meselelerini hal kılış. Güçlük bir Amerika olsa Xitoy meydan okuyamaydı. Yani bir siyaseti Xitoyga karşı ittifaktaş devletlerini köpeytiş, düşmanını azaltış. Bu üç siyasetini hazır şunu manguzuşka tırışvadıdı. Şununla bu siyasette, bu üç yıl siyasetten netice iliş için Xitoy bilan hazırdan başlap can qilishni xohlamaydi Amerika hükümeti. Bu to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin, ama bu bir xil siyosiy tanlash. Shuningga bu siyosiy tanlash degan masala kelgan chog'da buningki to'g'ri xatosi bo'lmaydi. Netice ağıl bo'lmamdi. Siyasetinde bir ilk bakan siyasetinin bir neticesi var mı yok mu? Aşınımla ölçülür. Nurgun devlette bu hata bu yumuşaklık bu yapılmayvadıdır deydi. Aslında bu kıl yumuşaklık yapılar onunki ilk bakan siyasetiyle münasebet. Bana hazır Xitoy bilan görüşümüzde Xitoyninki tashqi ishlarga mas'ul bo'lgan Yang Jiechi hazır
Zürih'te Amerika'daki meslektaşıyla, hizmettaşıyla görüşüp Biden bilan Xi Jinping arasındaki bir görüşünü oңшаватыды. Bo'ladi, bo'lmadi bilmaymiz ama demek ki Xitoy bilan bir soğuk urushdagi bir düşmanlık bir seviyege yoki o vaziyatga kirishni hozir Amerika xohlamagandek turibdi. İyiyiz dostlar, biz büyük programımızda Xitay Tayvan münasebetini söyleyen halde meseleyi qarab chiqdik. Erkin malum sizga ko'p rahmat. Men rahmat etaman.